Kim nima qilyapti? Soat 9 bo'lyapti, lekin Adel shu batonni kesishni boshlayapti. Voy, bitta narsa olaman u, xolodilnikka tashab qo'yaman-da, yoturadi o'sha. Yashirimda tochkalari paydo bo'lguncha yoturadi esimdan chiqib ketib. O'shaning uchun har kuni xolodilnikka qarab, har bitta narsani ushab chiqishim kerak, чтобы u esimdan chiqib ketmasligi uchun. Men bu batonni oldim, duxovkalayman, ekan go'shtni nimadir qilasizlar-ku, kotletni, uni keyin o'rash uchun, qovurish uchun shunaqa kroshka qilaman deyotgandim. И вот yana qolib ketdi. 3 kun yotibdi. Hozir короче duxovkalaymiz. Kireshka kerak menga deganimdan keyin o'sha baton esimga tushib qoldi. Qovuramiz uni duxovkada.